Suvanov, Ne'matjonov, Jumanazarov, turuning uchun. Kecha ishga qilganlar shularmi? Ha, shular. Xo'p, xullas darsni o'zim o'taman. Bugun darsimiz vijdon. Qani Suvanov, senda vijdon bormi? Ha, bor ustoz. Bor degan. Dadang oldilariga o'tirdim. Qariyapmanmi? Charchab qolyapman. Jumanazarov, qancha? Sen ham vijdonlimisan? Ha, ustoz, hamma vijdonmanda-yu. To'g'rimi? Demak, hamma vijdon senda. Dadang ishxonasiga hech borganmisan? Hamma umidim mana shu o'g'limdan. Ne'matjonov. To'xta. Sani vijdoningni o'zim aytaman. O'g'limni yolg'iz boshim bilan katta qilyapman. Ulg'ayganda mehnatlarimni rohatini ko'raman. Senlar darsdan qochib o'qimay yurarsalaring, ota-onalaring yaxshi yashayman orzusi bilan bu dunyodan o'tib ketadi. Eslaringdan chiqmasin. Ota-onasini boqolmaydigan erkakni erkakman deyishga haqqi yo'q. Mana, eshik ochiq. Xohlasang darsdan qochib ket. Bu yog'i vijdoningga havola.